Tamaki tarkibida turli xil moddalar bor. 1809-yili tamaki bargidan nikotin moddasi ajratib olingan. Nikotin odam organizmiga ta'sir etuvchi asosiy modda hisoblanadi. Tutab turgan sigaretning harorati 300 gradusda bo'ladi. Tutab turgan sigaretda ajoyib kimyoviy fabrika bo'lib, o'zidan 4000 dan ortiq turli xil kimyoviy birikmalarni ajratadi. Shu jumladan 40 xil kanserogen moddalar. Tamaki tutunining komponentlariga quyidagi moddalar kiradi: uglerod dioksidi, uglerod oksidi, vodorod sianid, ammoniy, opren, asetaldegid, akroloin, nitrobenzol, aseton, vodorod sulfid, sinil kislotasi va boshqalar. Sigaret tutunida shuningdek qattiq zarrachalar, nikotin, suv va smola moddalari bo'ladi. Tamaki smolasi tarkibida polisiklik aromatik uglevodlar, shu jumladan nitrozaminlar, aromatik aminlar, izopronit, pirin, benzopirin, xrizin, antratsin va fluoritinlar bor. Bundan tashqari smola o'zida oddiy va murakkab fenol, kaliy qo'rg'oshin, poloniyning radioaktiv birikmalarini saqlaydi. Tamaki chekish odati hozirgi vaqtda yer shari aholisining ko'pchilik qismini qamrab olgan. O'smir dastlab chekkanda kattalarga taqlid qilmoqchi bo'ladi. Birinchi sigaret yoki nos chekilganda o'smir organizmida himoya reaksiyalari vujudga keladi, lekin ko'ngli ayniydi, ko'p so'lak ajraladi, qon tomirlari torayadi, rangi esa oqaradi. Ba'zi bir hollarda hushidan ketadi. Bir necha marta chekkandan so'ng o'smir organizmida himoya reaksiyalari kamayib borib, organizm tamaki yoki nosga o'rganib qoladi. So'ng o'smirda mustahkam shartli refleks hosil bo'ladi. O'smir 12-15 yoshda tamaki yoki nos ta'mini tatib ko'rar ekan, chekishning dastlabki davrida organizmda har xil sezgilar yo'qolib boradi. Bu davrda bir kunda 10-15 tagacha sigaret chekiladi. Chekuvchilarda asta-sekin nikotin sindromi shakllanib boradi. Boshqacha qilib aytganda esa organizmning nikotinni qabul qilishga o'rganib qolishi vujudga keladi. Bu 3 ta stadiyada rivojlanadi. Birinchi stadiya bu psixik moslashish. Bunda odam chekkisi kelaveradi va borgan sari ko'proq sigaret chekadi. Bu stadiya 1 yildan 5 yilgacha davom etadi. Ikkinchi stadiya somatik belgilar namoyon bo'la boshlaydi. Chekuvchida bronxit kasalligining hosil bo'lishi, oshqozon, yurak va boshqa a'zolarda og'riq va noqulay holatlar ro'y beradi. Nerv sistemasida o'zgarish sodir bo'ladi. Chekuvchida ta'sirchanlik, bosh og'rig'i holatlari sodir bo'ladi. Bu stadiya 1 yildan 15 yilgacha davom etadi. Uchinchi stadiya chekish avtomatik bo'lib qoladi. Doimiy bosh og'rig'i, xotiraning susayishi, juda ta'sirchan bo'lib qolishi va doimiy yo'tal paydo bo'ladi. Tamaki chekish odam organizmiga ta'sir qiladimi? So'zsiz ta'sir qiladi. Odam sigaret chekkanda tamaki tutuni bilan nafas oladi. O'pkaga kislorod o'rniga karbonat angidrid gazi borib qonga o'tadi. Organizmdagi moddalar almashuvini buzadi. Bunday holat o'z navbatida organizmning kislorod tanqisligiga sabab bo'ladi. Tamaki tarkibidagi ammiak namlik ishtirokida o'pka hujayralarida ishxor nashatir spirtiga aylanadi. Bu ishxor o'pkaning shilliq qavatini ta'sirlab, chekuvchida bronxit kasalligini keltirib chiqaradi. Buning oqibatida o'pkaning turli yuqumli kasalliklarga chidamligi kamayadi. Olimlarning aytishicha, sil kasalligiga duchor bo'lganlarning 90% chekuvchilardir. Tamaki tarkibidagi kanserogen moddalar chekuvchilarda rak kasalligini keltirib chiqaradi. Tamaki tarkibidagi nikotin kuchli zahar. Nikotinning 0,1 grammi odamni o'ldiradi. Bu doza 20 dona sigaretda saqlanadi. Agarda chekuvchi har kuni 20 dona sigaret cheksa, 30 yil mobaynida 2000 dona sigaret chekadi. Bu 160 kilogramm tamaki degani. Bunday miqdordagi sigaret tarkibida 80 gram nikotin bo'ladi. Chekuvchi bir kunda odamni o'ldiradigan miqdordagi nikotinni yutadi, lekin bu nikotin oz miqdorda organizmga kiradi. Nikotin birinchi navbatda asab tizimini zaharlaydi. Uzoq muddat sigaret chekkan odamlarning qo'llari qaltiraydi, nafas olishga qiynalishadi, o'qtin yutaladilar. Nikotin simpatik va parasimpatik asab tizimiga ta'sir etadi. Bemorda dastlab yurak tez qisqaradi, qon bosimi ortadi, periferik qon tomirlarida spazma, yurakning tosh tomirlarida kengayish hollari sodir bo'ladi. Qonda nikotin moddasining ko'payishi tufayli bemorda infarkt kasalligi kelib chiqadi. Tamaki tutuni bronxlarni keskin toraytirib, so'ng kengaytirib yuboradi. Chekish tufayli odamning xotirasi susayadi. Yosh o'smirlarning chekish tufayli bola o'sishdan va rivojlanishdan orqada qoladi. Urug' hujayralari
kassalarida o'zgarish sodir bo'ladi, jinsiy ojizlikka olib keladi. Tamaki chekuvchilarda askarbin kislota, furosemid, geperin estegeronlarning ta'sir etish kuchi kamayib ketadi. Shuning uchun chekuvchilarda qon bosimi, qandli diabet, yurak ishemiyasi, oshqozon yara kasalligi, nafas kasalliklarini davolashni qiyinlashtiradi. Nikotin buyrak usti bezi funksiyasiga juda salbiy ta'sir etadi. Bundan tashqari nikotin ateroskleroz kasalligini zo'rayib ketishga sabab bo'ladi. Surunkali chekish orqa tiniya funksiyasiga salbiy ta'sir etadi. Bu jinsiy ojizlikka sabab bo'ladi. Ayniqsa yosh qizlarning sigaret chekishi barcha a'zolariga zararli ta'sir etadi. Chekuvchi qizlar rivojlanishdan orqada qoladi. Tez kasallanadilar. Surunkali chekish qiz bola husnini buzadi. Erta balog'atga yetadi. Chekuvchi ayollar tez qariydilar. Yuzlariga ajin tushadi. Yuz terisining rangi o'zgaradi. Chekuvchi ayollarning 30% da bazedef kasalligi taraqqiy etadi. Shuni aytish kerakki, chekmaydiganlar chekuvchilar yonida turishi tufayli chekuvchilardagi kasalliklar chekmaydiganlarga ham hosil bo'lishi mumkin. Chunki chekmaydiganlar passiv chekuvchilar hisoblanadi. Ko'p tekshirishlardan ma'lum bo'lishicha, chekish qon ivishi jarayonini tezlashtirib yuboradi. Periferik tomirlarda arteriosklerozning kuchayishi natijasida oyoq qon tomirlari kasalliklari kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Bemor oyoq bo'g'inlarida og'riq sezadi, keyinchalik yura olmay qoladi. Nikotin oshqozon shirasining ajralishi va uning kislotaligini izdan chiqaradi. Chekish jarayonida oshqozon tomirlari torayadi. Oshqozonning shilliq qavati yallig'lanadi. Chekuvchilarda sezish organlari faoliyati izdan chiqadi. Asta-sekin rang ajratish qobiliyati pasaya boradi. U dastlab yashil, so'ng qizil va sariq ranglarni ajrata olmay qoladi. Ko'pgina chekuvchilarda eshitish sezgilari kamayadi. Chekish tufayli quloqda nog'ora pardasi qalinlashadi. Eshitish suyakchalarining hajmi kichiklashadi. Hozirgi vaqtda ko'pgina chekuvchilarning yoshi 20-30 da bo'lib, yosh oila qurganlardir. Shu uchun chekuvchi ota-onalar birinchi navbatda o'z bolasiga zarar yetkazadi. Chekuvchi onaning ko'krak sutida nikotin bo'lgani uchun u qo'lansa hidli biroz ta'xir bo'ladi. Shuning uchun ba'zi bolalar onasini emmay qo'yadi. Chekuvchi onaning bolasi ham passiv chekuvchi bo'lib qoladi. Angliya shimolida yashovchi 16 mingta bolalar o'rtasida so'rovnoma o'tkazilganda, ota-onasi chekadigan bolalarning 48% tez yo'talishini aytgan. O'smirlar kattalardan berkitib chekkanda sigaret tutuni bilan ko'proq zararli moddalar o'pkaga o'tar ekan. Sigaretni tez chekkanda o'pkaga 2 marta nikotin o'tishi isbotlangan. Chekuvchi o'smirlar organizmi jismoniy va psixik rivojlanishdan orqada qoladi. Maktab bolalarining sigaret nos chekishi hech qanday odob axloq normalariga to'g'ri kelmaydi. Bola qancha yosh chekishga urinsa, uning sigaret va nosni chekishni tashlashi shunchalik qiyin bo'ladi. Chekishning miyaga zarari. Tamaki chekishning barcha ma'lum zararli oqibatlari qatoriga yana bir salbiy ta'sir qo'shiladi. Ma'lum bo'lishicha, chekish intellekt koeffitsiyentini keskin pasaytirib yuborar ekan. Oxirgi yillarda tibbiyot tamaki haqida ko'p narsalarga oydinlik kiritdi. Tamaki yurak, qon tomir va nafas olishi tizimi kasalliklarini, saraton xastaliklarining bir nechta turlarini yuzaga keltiradi. Bundan tashqari sigareta kashanda ota-onalar farzandlarining rivojlanishini susaytiradi hamda hid va ta'm sezishiga talofat yetkazadi. Ta'kidlash kerakki, tamaki chekish oqibatida paydo bo'luvchi kasalliklar ro'yxati uzundan uzoq. Isroillik olimlar uning aqliy salohiyat darajasiga salbiy ta'sir ko'rsatishini aniqlashdi. Tel Avivdagi Sheba tibbiyot markazi xodimlari 18-21 yoshdagi 20 ming nafar yosh yigitni tekshirishdi va kunda bir qutigacha sigareta chekuvchilarning aqliy rivojlanish koeffitsiyenti chekmaydiganlarga qaraganda past bo'lishini aniqlashdi. O'spirin qancha ko'p sigareta cheksa, aqliy salohiyati shuncha yomonlashib boradi. Chekmaydiganlarda iq o'rtacha 101 ballga teng bo'lsa, kashandalarning ko'rsatkichi esa 94% ga tushib ketgan. Ayniqsa kuniga bir qutidan ziyod sigareta chekadiganlarning natijasi 90% dan oshmagan. Shunda taqqoslash loyihalarida tez ishtirok etuvchi egizaklar ustidan o'tkazilgan tadqiqot yaqqol isbot bo'ldi. Ularning iq testlari chekmasliklariga qarab aniq farqlangan. Chekmaydigan akukalar natijalari kashandalarning ko'rsatkichidan sezilarli ustun bo'lgan. Agar qolgan holatlarda chekish bilan aqliy koeffitsient qarama-qarshi yo'nalsa, bu asos egizaklarda ishlamaydi. Tabiatan egizaklarda aqliy salohiyat bir xil bo'ladi. Kashandalar aqliy salohiyatlarning
kislorodning keskin yomonlashishiga bosh miya yetarlicha kislorod bilan ta'minlanmasligi sabab bo'ladi. Tamaki organizmga kirayotgan kislorodning eng katta qismini 25% gacha yemiradi. Ayniqsa bu holat faol aqliy mehnat paytida kuzatiladi. Vaholanki uning vazni inson tanasi vaznining 2,5% ni tashkil qiladi. Sigaret tutuni o'pkaga kirayotgan kislorod hajmini keskin qisqartiradi. Bundan tashqari miyaga 4000 turdagi kimyoviy birikmalar tushadi. Shundan 30 tasi juda zaharli sanaladi. Sigaret tutuni o'pkaga kirgandan keyin 7 soniya o'tib nikotin bosh miyaga yetadi. Avvaliga u miya faoliyatini biroz tezlashtiradi, lekin keyinchalik teskari ta'sir yuz beradi. Aqliy va jismoniy faollikni pasaytirib yuboradi. Sigaretaning 1-2 qutisida nikotinning o'limga olib keluvchi miqdori mavjud. Chekish haqida qisqacha faktlar. Hammasi bo'lib dunyoda milliarddan ortiq chekadigan insonlar yashamoqda. Chekish har 6 soniya ichida sayyoramizning bitta insonini nobud qilmoqda. Chekadigan inson o'rtacha o'zining hayotini 18 yilga qisqartiradi. Har bir chekadigan inson 10 yil mobaynida bitta o'rta klassdagi mashinani chekib qo'yadi. Bu masalan Mazda 6, Chevrolet Lacetti, Audi 4 bo'lishi mumkin. Chekishni oldini olish uchun ko'riladigan xavfsizlikka qaramay chekish eng ommaviy yo'q qilish quroli deb hisoblanadi. Chunki yilda u har qanday urushlardan ko'ra ko'proq hayotlarni olib ketadi.